إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى bosib kelgan qadaminglarga ajrlar va hasanatlar yozgan bo'lsin. Turishligimiz bilan turaveringlar, endi sizlarning gunohinglar kechirilindi degan majlislardan qilishligini Alloh taolodan so'raymiz. Odam alayhissalomni jannatdan chiqqani haqida gaplashgan edik. Shunga ozgina boshiga qaytamiz 5 minut. Odam alayhissalom jannatda yurdida, Alloh taolo yaratgandan keyin jannatda yurib zerikib qoldi deydi. Zerikib qoldi. Vastashhasha, ya'ni bir o'zi zerikib qoldi jannatda deydi. Keyin fa nawma nawmatan, bir uxlagan edi, tursa fa wajada 'inda ra'sihi qa'idatun imra'a, boshida bitta ayol o'tirgan ekan. Shuni uyqudan tursa, boshida bitta ayol o'tiribdi. Shunda aytdiki, sen kimsan dedi. Sen nimasan dedi. Kimsanam demadi. Nimasan deganida, men ayolman dedi. Ana imratu, men ayolman dedi. Mada xuliqti? Nimaga yaralding dedi. Odam alayhissalom Havvo onamizga aytib, nimaga yaralding deganida, o'tgandek problemaga yaraldim dedi. Unday emas. Nima dedi? Litaskun, mendan sakinat, taskin olishligingiz uchun yaratdi Alloh taolo dedi. Ayol kishi nima uchun yaralgan ekan? Eri undan taskin olishligi uchun yaralgan ekan. Taskin. Agar ayol kishi eri uyga kelganida eriga taskin berib, mana uyga kelaychida problemalardan charchaganida boshqa joyga ketmasdan uyga kelyaptimi? Unda u ayoldan taskin topyapti o erkak. Yo boshi og'riganida, problemalar bo'lganida tog'iga chiqib ketib, axotaga chiqib ketyaptimi? Unda uyda taskin yo'q degan. Ayol kishi taskin bera bilishlik kerak, hamma taraflarni bartaraf qila bilishlik kerak deydi. Ana shu uchun yaratgan ekan Havvo onamizni Odam alayhisalomga taskin bo'lishligi uchun deydi. Keyin Alloh taolo shart qo'ydi. Yenglar, ichinglar, fakulu minha haythu shi'tum ragada. Yenglar, ichinglar, bar narsani yenglar jannatda. Hatto aytdiki, innaka la tazma'u fiha va la ta'ra. Sizlar u yerda chanqamaysizlar ham jannatda, kimsiz ham qolmaysizlar. Va yeganinglar oldinglarda yemagan hamma narsa bor jannatda. Faqat va la taqraba. Bitta daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Bitta daraxtga yaqinlashmanglar. Ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zilar aytgan ekan, karam bu degan ekan. Karam. U jannatda Alloh taolo yema degan daraxt karam bu degan ekan. Ikkinchisi aytgan ekanki, xurmo degan ekan. Ulamolar bu sahobalardan ham aytishgan, ba'zi Ibn Abbos va boshqalar. Va ba'zilar aytgan ekan, yo'q, bu bug'doy edi degan ekan. Bug'doy edi. Bu yema degan daraxtda bug'doy edi, mevasi degan ekan. Endi vallohu alam bu narsa bizlarga muhim emas. Bizlarga muhim nima dedik? Yema deganiga amal qiladimi, yo'qmi? Yedimi, yemaymi? Qaysi biri? Shu muhim. Lekin Alloh taolo undan oldin shaytonni dushman ekanligini ham aytib qo'ydi-ya. Sizlarga shayton ikkinglarga dushman, ehtiyot bo'linglar. Bo'lmasa baxtsizlardan bo'lib qolasizlar, shaytonga itoat qilib qo'ysanglar dedi. Keyin shayton keldi dedik. Shayton vasvasa qildi. Jannat, ya'ni endi savol. Shayton jannatga qanday kirdi? Alloh taolo haydagan edi uni huzuridan. Shetda deydi, ba'zi rivoyatlar yuradi, ilonga aytdiki, men seni tishingga joylashib olaman, havoga aylanib tishingga joylashib olaman da meni jannatga olib kir. Men odam bilan Havvoni vasvasa qilay, alday, chalg'itay yo'lda. Men shular uchun o'zi Allohga kofir bo'ldim-u dedi. Keyin aytdi, ilon yo'q deb bosh tortdi dedi. Keyin uni ko'ndirdi, keyin ilonga aylanib kirdi dedi. Bu rivoyatlar zaif. Bunday rivoyatlar yo'q. Alloh taolo izn berdi. Ya'ni kirishga izn berdi, lekin jannatdan rohatlana olmaydi, lazzatlana olmaydi. Uni premyer qilib o'tdigan bizlar. Nima dedik? Misol uchun bir Rixsiz gastinisaga kirdingiz, erta siz pul to'lanmagansiz, basseynida ham, ovqatini ham yeya olmaysiz, karavotida ham yota olmaysiz, shaza qilmaysiz. Ancha kirib chiqib ketasiz.
Etdan foydalana olmaysiz. Xuddi shunday Alloh taolo iblisni kirgizdi, izn berdi. Hech narsadan foydalana olmadi. Jannatdan rohatlana olmaydi. Faqat vasvasaga izn berdi. İblis keldida, bilasizlarmi, Robbing sizlarga bir daraxtni ko'rsataymi? Ala adulluka ala shajaratil khuld. Sizlarga bir daraxtni ko'rsataymi? Abadiy qoladigan dedi. Abadiy qoladigan daraxtni dedi. Qarang. Odam alayhisalom talpindi, abadiy qolishlikka harakat qildi deydi. Da uni ustiga ustak Havvo onamiz yeylikda deb birinchi bo'lib turib kim yedi? Havvo onamiz yeb qo'ydi deydi daraxtni olib. Keyin Odam alayhisalom yedi deydi. O'sha yerda abadiy yashaymiz endi zo'r deb. Fabadat lahuma, keyin kiyimlari yechilib qoldi ustidagi. Alloh taolo jannatda kiydirgan liboslari yechilib qoldi. Odam alayhisalom qochyapti Havvo onamiz bilan. Lekin shunda Alloh taolo aytdiki, "Aynal mafar." Qayerga qochyapsan ey odam dedi. "Ya Robbi, istihya minka, sendan uyalganimdan qochyapman" dedi. Uyalganimdan qochyapman sendan, qo'rqqanimdan. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Bizni mag'firat qilmasang, zolimlardan bo'lamiz. Kechirchi deb tavba qildi. Alloh taolodan tavba so'radi deydi. Qani tavba so'radi. Iblis nima qildi? Iblis Alloh taologa nega sajda qilmading deb so'raganda u o'zini o'zi oqlab ketdi. Ana xayrun men yaxshiroqman, uni loydan yaratding, meni o'tdan yaratding dedi. Alloh taolo huzuridan haydadi. Odam alayhisalomga endi daraxtni yeding, qayerga ketyapsan degan edi. Odam alayhisalom uyalganimdan Robbim kechirchi dedi. Qara, ikkalasi ham gunoh qildi. Ikkalasini farqi tavba qilishligida. Alloh taolo keyin Odam alayhisalomni kechirdi dedi. Lekin Alloh subhanahu va taolo odamga ham va shaytonga ham, iblisga ham, Havvoga ham nima dedi? Qalahbitu ba'dukum li ba'din adu. Bir-biringlarga dushman bo'lgan holatda yerga tushib ketinglar dedi. Ihbitu degan tushib ketinglar degan. Walakum fil ardi mustaqar va mata'un ila hin. Sizlarga bu yer istiqror topib, qaror topib yashaydigan joy, ila mata'in ila hin, o'z vaqtigacha, o'lguninglargacha yerda yashaysizlar dedi, tushirib yubordi dedi. Ana shunda jannatdan Odam va Havvo va iblis va ilon ham tushdi deb kelar ekan. Bir rivoyatda boya aytdik, ilonga aylandi deganday. Endi bir rivoyatda ilon ham tushdi der ekan. Shunda Rasululloh alayhisalom aytgan ekanki, "Ma salamnahunna munzu harabnahunna." Biz bu ilondan yaralganimizdan beri aman topmaganmiz degan. Odam alayhisalom bu ilondan o'zi qaysi paytdan beri aman topmagan? Yaralgandan beri. Qaytda ko'rsanglar o'ltiringlar degan shuning uchun. deb aytishadi. Alloh alam endi buni ilon ham birga tushdi degani endi rivoyatda kelgani uchun aytib o'tib ketyapmiz. Shu bilan Olim alayhissalomni Alloh taolo yerga tushirdi. Endi Imom Avza'iy rahimahulloh aytadi. Odam alayhissalom jannatda 100 yil yashadi deydi. 100 yil yashadi. 60 va baka alal jannat 70 aman, 70 yil jannatda xatosi uchun yig'ladi deb kelar ekan rivoyatlarda. Va ala khati'atihi 70 aman va ala bolasi o'lganda ham 40 yil yig'ladi deb kelar ekan. Ibn Abbos aytar ekan, Odam alayhissalomni Alloh taolo yerga tushirdi Havvo onamiz bilan. Bular qayerga tushdi desa, ulamolar xilof qilyapti endi. Yerni qayerga tushdi Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz? Sayramgan? Qayerga tushdi? Aytayaptiki, uhbita Adam ila ardi yuqal duhna. Ibn Abbosdan kelgan hadis endi bu. Ulamolar xilof qilgan bu masalada ham. Lekin sahobiy Ibn Abbos aytayapti, Duhna degan joyga tushdi. Bu Makka bilan Toifning orasidagi Duhna degan joyga tushdi. Ammo Havvo esa qayerga tushdi? Jiddaga tushdi deydi. Havvo onamiz Jiddaga tushgan ekan deydi. Hasan Basriydan kelar ekan, uhbita Adam bil Hind. Odamni Alloh taolo Hindga tushirdi, Hindistonga tushirdi. Va Havvo bi Jidda, Jiddaga tushdi Havvo. O'z Jidda deganning so'zini ma'nosi ham momo deganligi. Havvo onamiz deymiz u. Havvo momamiz deymiz u. Jidda degan so'z arab tilida jaddatun, jaddun bobo, jaddatun momo degani. Shuning uchun Jidda shahri Havvo onamizning qabri shu yerda bo'lgani uchun qo'yilgan. Va iblis esa Dastamyan degan Basra bilan Asbahanning o'rtasiga tushgan ekan.
iblisni tushirgan paytda Basra bilan Asbahonni o'rtasiga tushgan deb kelar ekan. Endi Suddi aytadi. Odam alayhisalomni Alloh taolo yerga tushirganda Ka'baning oldidagi qora tosh bormi? Jannatdan ana shu qora tosh bilan birga va jannatdagi bir yaproq bilan qayerga tushdi deydi? Hindistonga tushirgan edi. Ana shu jannatdagi olib tushgan yaproqni Hindistonga ekdi. Eng yaxshi daraxt Hindistonda degan ekan. Endi bu rivoyatlar yana Ibn Umardan kelar ekan. Endi Umar radhiyallohu o'g'lidan Alloh taolo Odamni Safoga tushirdi, Havvo onamizni Marvaga tushirdi. Endi bu rivoyatlar nima bo'lsa ham yerga tushdi. Qaytda bo'lsa ham Odam alayhisalom Hindistonga tushadimi, Toifga tushadimi yoki bo'lmasa Safoga tushadimi, nima bo'lsa ham yerga tushtirdi deydi. Shu bilan ikkalasi bir-birini izlatishdida rivoyatlarda kelishicha qayerda uchrashdi? Arafatda deydi. Arafat so'zining ma'nosi ham tanishuv deganlik. Birinchi ma'nosi tanishuv. Nega tanishuv? Arafat vodiysi mana haj Arafa kuni bilan bilinadi. Arafatda turmagan odam haj bo'lmaydi. Bir kun Arafa kuni. Nega u tanishuv kuni deb ataldi desa, u kuni Alloh taolo jannatga kiradigan bandalarini tanir ekan. Alohida taniladi. Hajga borganda Alloh taolo jannatga kiradigan bandalarini siymolaridan, yuzlaridan taniydi ekan deydi. Tushunasizmi? Yana nima uchun tanishuv desa, Havvo onamiz bilan Odam alayhissalom shu yerda uchrashib bir-birini "Voy xotin, shetdamisan?" deb tanigan deydi. Shetda tanishgan deydi. Bu rivoyatlar. Lekin mana shu yerga tushganida qaysi kun edi? Payg'ambar alayhisalom aytganday, kunlarning eng yaxshisi quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi juma kuni, chunki u kuni Odam alayhisalom yaraldi va u kuni jannatga kirgizildi. Yaratilgandan keyin ruh kirgandan keyin jannatga kirgizildi va jannatdan ham juma kuni chiqarildi degan ekan. Yerga juma kuni tushirildi degan ekan. Qarang. Shuning uchun xayrli kun debdi. Endi bunday bir rivoyat keladi. Bu rivoyat shunday rivoyat keladiki, Odam alayhisalom va Havvo onamiz yerga tushganda yalang'och tushgan ekan. Ustida kiyimi yo'q, Havvoni ham, Odam alayhisalomni ham. Shunda issiqdan badanlari kuyganida Alloh taolo Jibrilni yuborib paxta keltirdi va paxtadan tikishni o'rgatdi-da, keyin Odam alayhisalom tikib, ustiga kiyimlar kiydi. Lekin jannatda ayoli bilan Havvo bilan qo'shilmagan edi. Yaqinlik qilmagan edi Odam alayhisalom. Jannatda er-xotinlik yaqinligini qilmagan edi. Ular yerga tushgandan keyin ham biri ana bir tog'da yotdi, bittasi bir chetda yotar edi deydi. Yerga tushgandan keyin ham bir-biri bilan yaqinlik qilmadi. Keyin Jibril farishta keldida ularga qanday yaqinlik qilishlikni o'rgatdi deydi. Er bilan xotin yaqinlik qilishlikni o'rgatdi. Keyin ular yaqinlik qildi. Shunda Jibril aytdiki, "Odam, ayolingni qanday holatda topding?" deganda, "Yaxshi holatda topdim" dedi. Endi aytarki ulamolar, "Hada hadithun g'arib va rafa'ahu munkar jiddan." Bu hadis g'arib hadis. Munkar Imom Buxoriy aytgan ekanki, munkar inkor qilinadigan hadis bu degan. Yo'q, o'rni tegi bilan yo'q bunaqa. To'qima hadislar bu. Bizlar aytib o'tib ketamiz, chunki bir rivoyatlarda eshitsa shunaqa bo'lgan ekan deb yurmaylik. Bu o'rni tegi bilan Rasululloh bunaqa so'z aytmagan. O'rni tegi bilan yo'q bu hadis. So'ngra Odam alayhissalom jannatdan yerga tushganidan keyin nadomat chekib, Alloh taologa tavba qilib yurdi. Endi shunda aytdiki, yana bir zaif hadisni keltirar ekan. Odam alayhissalom xatosiga tavba qilib, nadomat chekib aytdiki, "Ey Muhammadning haqqi bilan so'rayman, Robbim meni kechirchi." Keyin Alloh taolo aytdi, "Ey Muhammadni sen qayerdan taniding? Ey odam, Muhammad degan qanday aytyapsan bu so'zni? Qayerdan taniding uni?" deganda, "Ya Robbi, sen meni yaratgan paytingda, menga ruhni puflagan paytingda va boshimni ko'targanimda arshingning oldida Muhammad, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh degan so'zni ko'rdim. Arshingning oldida. Shunda bildimki, bu sening ismingning oldiga illo buyuk bir ism qo'yiladi dedimda, shu ism bilan so'rayapman." Dedi-da, shunda Alloh taolo aytdiki, "Bu ism bilan so'ralsa, albatta duolar qabul bo'ladi. Kechirdim seni" dedi. Bu hadisni ham ulamolar zaif hadis degan ekan.
Yuradi bizlarda ya. La ilaha illallohni bir varaqqa yozsang, ikkisini o'rtasidan la ilaha illallohni bo'lsang, Muhammad rasululloh bo'lsang, bir-birini topib keladi degan ba'zi bir o'rni tegi yo'q hadislarni ba'zi ilm egalari aytib beradi. Bu unday hadislarni aytavermash kerak. So'ngra Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalom osmonda uchrashib qoldi deydi. Bu hadis sahih. Uchrashib qoldida Musa alayhissalom aytdi: "Ey Odam, nima keragi bor edi shu daraxtni yeb? Yemaganingizda siz ham bizlar ham barimiz yurgan bo'lardik. Tinchgina" dedi. Nimaga yedingiz endi shu daraxtni? Aytamiz biz, nimaga u narsani qilding? Bekor qilibsan deymiz. Shunda Odam alayhissalom aytdiki: "Atalumuni ala amrin qad kataballohu alayka." Alloh taolo meni taqdirimda yozib qo'ygan narsa bilan meni malomat qilyapsizmi deydi. Musa dedi: "Ey Musa, Alloh taolo taqdirimda yozib qo'ygan bo'lsa, nega endi uni qilding deb malomat qilyapsanmi?" dedi. Qani Alloh taolo taqdirda, Lahful Mahfuzda barcha narsani yozib qo'ygan. Endi aytamiz, yozib qo'ygan bo'lsa, nega endi amal qilyapmiz deymiz. Lekin Alloh taolo ixtiyorni bergan. Bu taqdirni bunday tushunamiz. Mana yo'lda nima qilib yozib qo'ygan? 60 ta yuringlar, kamera bor deb yozib qo'ygan. Agar 60 ta yurmasang 18 ming tanga ishtirof to'laysan, ishtirofi deb yozgan. Yozib qo'ygan bilan majburlab qo'yganmi sizga uni? Ixtiyorni berdi sizga. Sekin yurishli to'g'rimiz bilan gaz sizning ixtiyoringizda, to'g'rimi? Yozib qo'yilgan u biroq 60 ta yurib 70 ta yursang 80 ta ishtirofga tushasang pul to'laysan deb yozib qo'yilgan. Lahful Mahfuzga ham taqdirlar shunda yozib qo'yilgan. Tushunyapsizmi? Uni bizlar qilsak ixtiyorni bergan. Qilsak tushamiz. Qilmasak tushmaymiz. Tushuntira bildingmi? Taqdirni shunday tushunish kerak deydi ulamolar. Endi Odam alayhissalom mana jannatdan yerga tushirildi. Yerga tushirilgandan keyin endi yashash kerak yerda. Havvo bilan kim bor? Odam alayhissalom bor va yana iblis bor. Uchalasi yerda yashaydi. Payg'ambar alayhissalom aytadi, Alloh taolo Odamni yaratganda 60 zira'an 60 metr qilib yaratdi Odamni. Odam alayhissalom qiyomat kunigacha, Odam bolalari qiyomat kunigacha endi pakana bo'lib ketaveradi dedi. Hozirgacha kelib. Endi Odam alayhissalomning farzandlari ham Odam alayhissalomdek 60 metr bo'lmagan edi. Undan past. Bu qiyomat kunigacha shunday bo'lib keladi. Ibn Abbos aytadi, Alloh taolo Odam alayhissalomni yerga tushirgandan keyin Havvo onamiz bilan yurgan paytda aytdiki: "Ey Odam, mening arshimning ostida haram degan joy bor." Ya'ni arshimning ostida yerida men harom qilib qo'ygan bir makon bor dedi. Fantaliq ibni fi bayta. U yerga bordi, men uchun uy qur dedi. Odam alayhissalomga nima qilyapti Alloh taolo? Arshimning ostida yerda bir harom qilib qo'ygan joy bor. Kichkina gunoh ham u yerda harom bo'lib ketaveradi. Katta gunohdek harom bo'ladi. U yerga bordi, men uchun bir uy qur. Fatuf bihi kama tafu malaikati. Men osmondagi farishtalar tavof qilganday sen ham u uyning atrofini tavof qil dedi. Aylan dedi. So'ngra Alloh taolo bir malakni, farishtani yubordi-da, u makonni ko'rsatib, qanday aylanish, amal qilib haj qilishliklarini o'rgatdi farishta Odam alayhissalomga. Odam alayhissalom shu yerda yurdi-da, keyin tavof qilib, ibodat qilib bo'lgach, qaytayotgan paytida har bir qadami bir qishloq bo'lib ketaverdi deydi. Mana Toyif, Jidda, 60 metr bo'lgandan keyin o'ylang qancha qadam tashlaysiz. Bir qishloqqa aylanib ketaverdi deydi. Endi xo'p, Odam alayhissalom tushdi. Havvo onamiz bilan yerda nimani yedi birinchi? Nima yedi birinchi? Yeyish kerak bir narsa. Qarnini to'ydirish kerak. Ruh kirmasdan turib Odam alayhissalom qarni ochib qolgan jannatning o'zida, Alloh huzurining o'zida, to'g'rimi? Endi yerga tushgandan keyin birinchi topib yeydigan narsasi nima bo'ldi endi? Ulamolar aytishadi, 7 dona don yedi deydi. 7 dona don yegan ekan. Faqala ma hada, bu nima o'zi degan ekan. 7 dona donni ko'rib, bu nima o'zi deb turib yeganda aytilgan ekanki, bu sen jannatdan qaytarilgan daraxt edi. Mana shuni yema deb aytilgan edi o'z jannatda deyilgan ekan.
Ma asna'u bi hada, nima qilay buni deganda, ubdhuruhu fil ard, yerga ek buni degan ekan. Fabadarahu, Odam alayhisalom yerga ekdi deydi. Kullu habbati minha, har bir donadan bizlar 100 mingta don chiqaramiz deb aytdi. Yerga eksang bir donni, undan 7 ta butoq chiqadi. 7 ta butoqning ichida 100 tadan don bo'ladi. Bug'doy shunaqa bilamiz, bir bug'doyni ekasiz, urug'ni 7 dona butoq chiqadi. Har bir butoqning ichida 100 donadan don bo'ladi. Shu bilan Odam alayhisalom uni ekdi, yumshatib yerini, uni ekdi, o'stirdi, suv quydi, o'stirdi, katta qildi. Keyin uni terdi, bug'doyni. Thumma darasahu, thumma zara'ahu, thumma tahana. Keyin uni ezdi, xamir qildi suv qo'shib, so'ngra non qilib yopib yedi deydi. Shunda aytgan ekan Odam alayhisalom, nima keragi bor edi? Alloh taolo aytgan, "Fala yukhrijannahu minal jannati fatashqa." Jannatdan shayton chiqarib yormasin, baxtsiz bo'lasizlar deb qolgani shu. Jannatda tekin yeb yurgan eding. Hamma narsa tekin edi. Qiynalmas eding, ishlamas eding, mehnat qilmas eding, hamma narsa o'ziga faqat bitta daraxtga yaqinlashmas kerak edi-da. Tushunasizmi? Endi esa qarin to'ydirishlik uchun ishlash kerak endi. Mehnat qilish kerak endi. Qarasizmi? So'ngra birinchi kiygan narsasi Odam alayhisalomning yerga tushgan paytda, yashayotgan paytda birinchi kiygan narsasi qo'yning terislari bo'ldi deydi. Qo'yning terislaridan, yunlaridan qilib kiydi. So'ngra Havvo onamizga ham undan bir ro'mollar qilib berdi. Kiyimlar, ro'mollar qilib berdik. U ro'mol bizlarda hijob ro'moli emas u. U ro'mol nima qilib turadigan libosi u. Odam alayhisalom Havvo onamizning yopib turadigan libosi. Chunki u paytda Odam alayhisalom bor. Hijob o'rab yuzlarini yopib yuradigan hech kim yo'q u yerda. Farzandlari hammasi, ulardan tug'ilganlar bari farzandlari. Xo'p, Odam alayhisalomning qancha farzandi bo'ldi? Endi ular farzand ko'rish kerak. Farzand ko'rish kerak bo'lganda Alloh subhanahu va taolo Havvo onamizga har bir homila bo'lganida 20 marta homilador bo'lgan ekan Havvo onamiz. Odam alayhisalomga yaqinlik qilgan 20 marta homilador bo'lgan ekan. Har bir homilasida egizak tug'gan ekan. Egizak. Bitta o'g'il, bitta qiz. Bitta o'g'il, bitta qiz. Bitta o'g'il, bitta 20 ta homiladorda 40 ta farzand ko'rgan Odam alayhisalom. 40 farzand ko'rgan. Birinchisi kim? Qobil alayhisalom. Un bilan birga tug'ilgan kim? Singlisi Qulayma deydi. Qulayma singlisi. Keyingi tug'ilgani, ikkinchi homilasida tug'ilgani Qobil, keyin yana bitta qiz tug'ildi deydi. Eng oxirgisi Abdul Mughis degan bola, keyin un bilan birga tug'ilgan qiz Annatul Mughis. 40-40-chisi. Mana shu farzandlari bo'ldi. Endi yana bir zaif rivoyat yurar ekan. Bu rivoyatni ham aytib o'tib ketamiz. Odam alayhisalom bir necha yillar farzand ko'rmadi Havvo bilan deydi. Keyin shayton keldida ularga, agar sizlar Abdul Mughis deb ism qo'ysanglar, Abdul Haris deb ism qo'ysanglar, Alloh sizlarga farzand beradi deb aytdi. Shayton bir vasvasa qildi. Keyin ular Abdul Haris qo'yamiz agar farzand tug'ilsa deb nima nazr qildi. Keyin Alloh taolo farzand berdi deydi. Bu rivoyatlar xato. Chunki Odam alayhisalom bilan Havvo onamizdan zurriyotlar tarqalish kerak. Qanday ular farzand ko'rmay yurishadi? To'g'ri? Alloh taolo berdi ularga. Hatto 20 ta homilador qildi, 40 ta farzand berdi. Lekin endi ular qanday ko'payishadi? Qanday uylanadi? Qanday oila quradi endi ular? Desa, Alloh taolo Odam alayhisalomning shariatiga shunday qildiki, mana bir qarindan bir aka, bir singil tug'ilyapti-ya. Keyingi homilador bo'lganda yana bir aka, bir singil tug'ilyapti. Birinchi tug'ilgan aka ikkinchi tug'ilgan qizga uylanishlik kerak. O'zi bilan tug'ilgan qizga uylanishlikka bo'lmaydi. Tushunasizmi? Qobil alayhisalom o'zi bilan tug'ilgan Qulaymaga uylanishligiga bo'lmaydi. Qobil bilan tug'ilgan qizga uylanishlik kerak. Qobil esa Qobilni nimasiga uylanish kerak? Qulaymaga uylanish kerak singlisiga. Lekin Qobil alayhisalom bundan bosh tortdi. Yo'q dedi. Singlimni men berib qo'yadigan. Chunki Qulayma chiroyli bo'lgan ekan. Juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Qobil alayhisalomni nimasi? Singlisi birga tug'ilgani chiroyli bo'lmagan ekan uncha. Qobil alayhisalom bergisi kelmadi. Yo'q dedi. Buni o'zim olaman dedi.
Yani shu paytdagi shariatni nima qilmoqchi? Buzmoqchi-da. Shu paytdagi shariatni buzmoqchi. Biza u ajablanadigan narsa bizda ham bor. Opasi bilan singlisini bola uradi deb aldab yo'ldan urib jamlab yurgan. Shariatimizda, bizning shariatimizda opa-singilni jamlashlikka bo'lmaydi. Ularning shariatida nima ekan? Birga tug'ilganini jamlashlikka bo'lmas ekan. Keyingi tug'ilgani bilan uylansa bo'lar ekan. Qara. So'ngra Odam alayhisalom yechib berish kerak. Otasi Odam alayhisalomga keldi. Bu masalani yechish kerak. Ikkinglar qurbonlik qilinglar dedi. Mana shuni keltiradi. Qara. Alloh subhanahu وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ularga deyapti, Payg'ambar alayhisalomga aytibdi, Odam alayhisalomning farzandlarini tilovat qilib bering ey Muhammad alayhisalom ummatingizga Odam alayhisalomning farzandlarini qissasini tilovat qilib bering deyapti. Alloh taolo o'rgatyapti. İz qarraba qurbana, ular ikkalasi qurbonlik qildi. Birini Alloh taolo qurbonligini qabul qildi, ikkinchisini qurbonligini qabul qilmadi dedi. Qanday qurbonlik desa, boyagi aytganimiz. Masala yechishlik uchun Odam alayhisalom aytdi, qurbonlik qilinglar dedi. Shunda Qobil bu dehqonchi bo'lgan ekan. Qobil esa qo'y boqadigan bo'lgan. Qobil kichkinasi bu, Qobil kattasi. Dehqonchi bo'lgan, kattasi, kichkinasi qo'y boqadigan. Qobil alayhisalom Alloh taolodan taqvo qilib, borib qo'yini ichidagi eng katta semizini olib, yaxshisini olib kelib qurbonlik qilganda go'shini tog'ni oldiga, toshlarni oldiga qo'yib qo'ygan. Qo'yib qo'ydi deydi. Qobil alayhisalom barda dedi, baribir dedi. Bunga beradigan singlim yo'q, baribir o'zim uylanaman dedi. Mayli qurbonlik qilsam qilib yuboray dedi-da. Barda degan bir arzimas bir qo'yni oldida so'ydi. Ixlos ham qilmadi, taqvo ham qilmadi-da, so'ydi-da, u ham go'shini qo'yib qo'ydi. U paytdagi qurbonlikni qabul bo'lishlik alomati osmondan bir o't tushardi-da, shunday go'shlarni yondirib yuborardi. Shundan bilardiki, qurbonlik qabul bo'lganligi. Ya? Shuni Alloh taolo Qobil alayhisalomni qurbonligini qabul qildi. Unga o't tushdida Qobil alayhisalomning qurbonligi go'shtlarini nima qilib qo'ydi? Kuydirib yubordi. Qobil alayhisalomniki Qobilniki nima bo'ldi? Alayhisalom debmiz. Qobilniki nima bo'ldi? Kuymadi, qabul bo'lmadi. So'ngra nima? La aqtulannak, yo'q dedi. Men seni o'ldiraman dedi. Ukasiga aytibdi, men seni o'ldiraman. Qulaymoga tegmaysan deyapti, o'zim deyapti. So'ngra qala innama yataqabbalu. Qobil alayhisalom aytdiki, agar ixlos qilganingda, taqvo qilganingda, sen ham Allohdan qo'rqqaningda Alloh taolosi qabul qilardi. Innama yataqabbalulloh minal muttaqin. Alloh taqvodorlardan qabul qiladi ibodatni. Taqvo qilib Allohdan qo'rqqaningda qabul qilardi senikini ham dedi. Ya? Qurbonlikda qilishimizda nima qilishimiz kerak ekan? Yaxshisini, quloqlari kesilgan, oyoqlari singan, arzonini emas, yaxshisini taqvo qilib turib. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi: "La yanalallohu luhumuha va la dima'uha." Sizlarning qurbonliginglardan go'shtlar, qonlar yetib bormaydi Alloh taologa. "Valaki yanaluhu taqwa minkum." Sizlardan taqvo yetib boradi. Qanday darajada so'yasizlar? Shu yetib boradi deydi. Ya? So'ngra aytdiki, agar meni o'ltirmoqchi bo'lsang, la in basatta ilayya litaqtulani, meni o'ltirishlik uchun qo'l cho'zsang, ana bi basiti yadiya ilayka liaqtulik. Men seni o'ltirishlik uchun qo'limni cho'zmayman dedi. Men seni o'ltirmayman dedi. Sen meni o'ltirmoqchi bo'lsang, men seni o'ltirmayman. Agar inni axafulloh robbil, men olamlarning Robbisi Alloh taolodan qo'rqaman odam o'ltirishlikdan dedi. In uridu an tabu ismi va ismika, agar meni o'ltirsang, meni ham gunohimni orqalaysan, o'zingni ham gunohingni orqalaysan dedi. Odam o'ltirganda nima bo'lar ekan? O'ltirgan odamingizni gunohini orqalar ekansiz. O'ltirgan odamingizni gunohini orqalar ekansiz. Qani? Min fatakuna min ashabin nar, keyin do'zax egalaridan bo'lasan va jazaa'uz zolimin. Zolimlarning jazosi shunday do'zax bo'ladi dedi. Pisand qilmadi Qobil. Payt poyladi. Kimni o'ltirishlikka? Qobilni o'ltirishlikka payt poyladi deydi.
Bir kuni qo'ylarni boqib yurib bir joyda uxlab yotganda shunday bordi degan bir toshni olib boshini urib yanchidi, o'ltirdi. Mana yerda birinchi qilingan gunoh odam o'ltirishlik paydo bo'ldi. Birinchi odam o'ltirishlik. Nimadan paydo bo'ldi bu? Hasaddan, ko'ra olmadi. Ya'ni u uylanayotgan qizga ko'ra olmasdan yo'q dedi, men uylanaman dedi. Va o'ltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: ikkita musulmon bir-biriga qilich ko'tarib chiqsa, qotil ham, o'lgan odam ham ikkalasi ham do'zaxda dedi. Shundami? Sahobalar so'radi: "Ya Rasululloh, bilamiz endi o'ltirgan odam do'zaxda. O'lgan odam nima o'ziga do'zaxda deganda, agar u ham o'ltirishlik niyatida qilichini ko'targan dedi-da. Himoya qilishlik uchun emas, men ham seni o'ltiraman deb ko'targan dedi. Hobil alayhisalom nima qilyapti? Yo'q, sen meni o'ltirmoqchi bo'lib qo'l cho'zsang, men senga qo'l cho'zmayman deyapti. Shuncha Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bittasi kelib so'ragan ekan deydi. Odamlar meni o'ltirmoqchi bo'lsa, nima qilay deganda, kun ka xayri ibn Adam alayhisalomning bolalarining yaxshisi bo'l, Hobilga o'xsha degan ekan. Iloji bo'lsa, sen unga qilich ko'tarma, pichoq ko'tarma degan ekan. So'ngra nima qildi endi? Qobil alayhisalom Hobilni nima qilib qo'ydi? O'ltirib qo'ydi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo keltirganday nadomat chekdi keyin. Nima qilib qo'ydim endi dedi. Odam o'ltirib qo'ydi, qaracha jussa yotibdi. Endi odamga qanday boraman, nima deyman endi dedi. Buni bir narsa qilishlik kerak deb nadomat chekyapti endi, afsuslanyapti. Lekin nima qilmayapti? Tavba qilmayapti. Nega nadomatni o'zi tavba emasmi? Alloh taolo aytadi: "Fa asbaha minan nadimin." Qobil nadomat chekuvchilardan bo'lib qoldi keyin, o'ltirgandan keyin. O'ltirgandan keyin nadomat chekuvchilardan bo'lib qoldi. Nadomat o'zi tavba emasmi? Yo'q. Nadomatni tushuntiramiz deydi, ulamolar aytadi. Misol uchun deydi, vasvasaga tushdingizda qo'lingiz cho'chingizda pul tushib qoldi, 50 ming tangedek pul tushib qoldi. O'yingiz harakatga ketib, nomerlarini topib borib zina qildingiz. Zinadan keyin miyangiz ochildi, ko'zingiz ochildi. Dedingiz. Qilib qo'ydim dedingiz. Nima qilib qo'ydim? Shu pulimni bunday qilsam bo'lmas edimi? Unday qilsam bo'lmas edimi? Yonimda turar edi. Har turli narsalar bilan nadomat chekyapsiz, afsuslanyapsiz-da. Mana shunday bo'lsa bu. Lekin nima qilmayapsiz? Gunoh qilib qo'ydim men. Robbimga qarshi bir osiylik qilib qo'ydim. Robbim kechirchi demayapsiz. Nadomat chekyapsiz. Pulingiz ketganidan nadomat chekyapsiz. Qobil ham shunday bo'ldi. O'ltirib qo'ydim men, gunoh qildim men demadi-da, nima qilaman endi buni? Qanday qilaman deb turib nadomat chekyapti. Bu jussani, jasadni deyapti. So'ngra faba'athallohu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi deyapti. Subhanalloh. Qarang, tavbaga bizlar keladigan bo'lsak, tavbani aytamizki, tavba haqida gapirib o'tib ketaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va may ya'mal su'an aw yuzlim thumma yastaghfirillah yajidillaha g'afurur rahima." Agar kim bir yomon ishni qilib qo'ysa, gunoh ishni qilib qo'ysa yoki zulm qilib qo'ysa bir odamga, thumma yastaghfirillah, Alloh taologa istig'for aytsa, yajidillaha g'afurur rahima, Allohni g'afur, kechirgan, rahim holatda topadi Robbisini deyapti. Qarang. Istig'for aytsa, Alloh taolodan nadomat chekib istig'for aytish kerak ekan. Gunohingiz qancha katta bo'lmasin, istig'for ayting, Alloh taolo kechiradi. Hatto Alloh taolo o'ziga sherik qo'shganlarning ham gunohini kechiraman deb aytgan. Alloh taolo 3 ta deganlarni nima dedi? Afala yatubun, shular tavba qilmaydimi dedi. Va yastaghfirun, istig'for aytmaydimi? G'afur va rahim bo'lgan Robbisiga deb. Ularni ham kechirib yubormoqchi Alloh taolo. Alloh 3 ta deganlarni ham agar istig'for aytib tavba qilsa, kechirib yubormoqchi Alloh taolo. Qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Alloh taolo qo'lini yadahul layla, tunda yoyadi. Ya'ni rahmatini yoyadi. Liyatuba musi'an nahar, kunduz kuni gunoh qilgan odam tavba qilib qolarmikan endi tunda deb yoyadi. Kechirib yuboraychi deb.
Lekin inson tavba qilmaydi, uxlaydi. Thumma yabsutu yadahu fin nahar. Kunduz kuni ham Alloh taolo rahmatini qo'lini yoyadi. Yatuba musi'al layl. Tunda gunoh qilgan odam hatto endi kunduz kuni tavba qilsa kerak bu gunohiga deb. Ko'ryapsan? Kechiraman deyapti. Alloh taolo bandadan tavbani qabul qiladi, hatto joni g'arg'araga, qamoqqa kelgunicha. Farishtani ko'rdingiz, o'lim farishtasini, ruhingiz chiqyapti, joningizga kelguncha tavba qilsangiz, Alloh taolo qabul qilar ekan. Tavba qilish kerak ekan gunohlariga tez. Biroq bilmaymiz qachon o'lishimizni. Bo'ldi, o'lganda tavba qilaman, farishtani ko'rganda emas, balki bugun, balki bomdodgacha yo'qmiz. Lekin tavba qilsa, Alloh taolo kechirib yuboryapti. Balki gunohni savoblarga almashtirib beramiz degan. Shunday rahimli Alloh taolo bor. Endi bu tavba qildim yoki bo'lmasa deb qo'yishlik bilan bo'lmas ekanda. Tiflab qo'yamiz, tavba deb aytaman-ku deb qo'yamiz. U bilan bo'lmas ekan, tavbaning shartlari bor ekan. Tavbani Alloh taolo gunohni kechirib yuboradi, lekin shartlari bor. Qanday shartlari bo'ladi desa, ulamolar 4 ta sharti bor deydi. Qanday desa, iqla'u an'iz-zunubi ay tarkuhu. Gunohdan o'zini yechish kerak. Ya'ni kiyimni yechganday bu gunohni tashlash kerak. Bo'ldi, qilmayman deb unga olib boradigan sabablarni ham tashlash kerak. O'g'irlik qilayotgan bo'lsa, bo'ldi, o'g'irlik qilmayman deb turib tashlashingiz kerak-da, unga olib boradigan sabablarni ham tashlash kerak. Nimani? Perchatkalarni, maskalarni, o'g'irlik. Ana ko'rsangiz yana o'g'irlik qilishingiz mumkin-da, tayyor tursa. Yoki masjidlarni sadaqalariga tushadigan odamlar lomlarini yo'qotib yuborish kerak. Yo'q. Balg'alarini, lomlarini yo'q qilsa, esiga tushib qaytib o'g'irlik qilib yormaydi. Yoki bo'lmasa, zinodan to'xtalmayapti, tavba qilyapti, lekin qaytib gunoh qilib qo'yapti. Sababini nima qilish kerak ekan? Sabab olib boradigan sabablarni to'sish kerak. Nima qilish kerak? Nomerlarini o'chirib yuborish kerak. Statuslarni ko'rmaysiz, esingizga tushmaydi. Bo'lmasa yana gunoh qilib qo'yishingiz mumkin deydi. Qarang, sharti tashlash kerak, sabablarni ham tashlash kerak. Ikkinchisi deydi, nadomat chekib gunohiga istig'for etishlik kerak. Robbim bo'ldi, nadomat chekishingiz, afsuslanishingiz kerak. Robbim kechirishi deb turib, Alloh taolodan mag'firat so'rab talab qilishingiz kerak. Mana Odam alayhisalomga o'xshab, Odam alayhisalom nima qildi? Robbana zalamna darra tavba qildi gunohiga. Kechirishdi, Alloh taolo kechirdi. Iblis nima qildi? O'zi mana deb turib o'zini oqlashlikka tushdi-ya. Men loydan yaratgansan, unimday degan. Gunoh qilganingizdan keyin ham nega unday gunoh qildingiz desa, nima qilish kerak ekan? Endi o'zi shunaqa bo'lib qoldi-da, agar men unaqa bo'lganimda unaqa bo'lmas edi, bahona izlamaslik kerak. Bo'ldi, tavba qilish kerak. Bo'ldi, e'tirof qilib tavba qilishlik kerak deydi. Bahona izlamaslik kerak. Qarang. Uchinchisi nima qilish kerak? Azmi qaror qilish kerak tavbaga. Azmi qaror qilish kerak. Bo'ldi, qaytib bu gunohni qilmayman. Ana o'tga tushganda qo'lingiz kuyadi-yu. Kuygandan keyin qaytib yana tashlamaysiz, qo'lingizni yana kuydirmaysiz, to'g'rimi? Shunday bo'ldi, bu gunohga qaytib yaqinlashmas kerak. Kuygan odam ikkinchi marta kuymaganday, qaytib u issiq suvga yaqinlashmaganday yaqinlashmas kerak u gunohga deydi. Shunda Alloh taolo kechirib yuboradi u gunohni. Bo'ldi. Ichingizda yurmash kerak, bo'ldi, kechirib yuboradi. Agar shu sababdan qilsangiz, mana G'amidiyya qabilasida bir ayol zina qildi. G'amidiyya qabilasida Payg'ambar alayhisalomga keldi, "Ya Rasululloh, bilmasdan gunoh qilib qo'ydim, zina qilib qo'ydim" dedi. "Men tavba qilmoqchiman. Toshbo'ron qilinglar meni" dedi. "Toshbo'ron qilinglar" dedi. Nabiy alayhisalom, "Bor, ket, tavba qilaver" dedi. Lekin u ayol oxirat kuniga qolib ketmasin, dunyoni o'zida jazoimni avvoray deyapti-da. Tushunyapsizmi? Jazoimni avvoray. Rasululloh alayhisalom iloji bo'lsa ketiraq ketib, Allohga o'ziga tavba qil, bo'ldi deyapti. Tushunyapsizmi? U ayol yo'q, dunyodagi menga xatni, dunyodagi azobni bering deyapti. Oxiratga qolmasin deyapti. Unda deydi, homilador bo'lsang, u homilangni tug'ib kel dedi. Tug'ish uchun qancha oy ketadi? 9 oy. 9 oy tavba qildi ayol. Hatto bolasini tug'ib olib keldi. "Mana tug'dim" dedi bu bolani dedi. Zinodan ko'rgan bola. "Endi meni toshbo'ron qiling" dedi. Oxiratda buni jazosi. Agar toshbo'ron qilinsa, oxiratda u haqida so'ralmaydi, dunyoda jazosini olib qo'ygan. Payg'ambar alayhisalom bor, Allohga tavba qil bo'ldi dedi. Bolangni dedi sutdan chiqarib kel dedi. Ketdi. Bola qancha yilda sutdan chiqadi? 1 yil, 2 yil.
Qaytib keldi u ayol, ko'ryapsizmi? 3 yil o'tyapti oradan. Yana shu gunohini dunyoda jazosini olib deyapti. Keyin payg'ambar qarasa bolasi non tishlab keldi deydi, og'ziga non tishlab keldi. Keyin payg'ambar alayhisalom toshbo'ron qilishlikka buyurdi, mayli. Dunyoda og'iz kelayotgan bo'lsa jazosini olsin dedi-da, buyurdi. Shunda Xolid radhiyallohu anhu toshni olib otib, "Ey fojira, zinokor ayol" deb toshni otgan ekan deydi. Yoki qon chachiraganda deydi, "Ey fojira ayol" deb qonlarni artgan ekan deydi. Shunda payg'ambar alayhisalom nima degan? Unday dema, "Laqad tabat law qasamat bayna 70 min ahli al-madinati la wasa'ahum." U shunday bir tavba qildi, Madina ahlining 70 tasiga bo'lib bersa ham yetadi uni tavbasi dedi. Tushunasizmi? Sahobalarning 70 tasiga bo'lib bersa ham uni tavbasi yetadigan darajada tavba qilib qo'ydi dedi. Ko'rasizmi? Kechirib yuborar ekan Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambar alayhisalom aytibdi. Ana shu ayolday nadomat chekish kerak ekan gunohiga. Bo'ldim, tavba qildim, tupurib, keyin ertasiga borib yana qayta qilib qo'yarish kerak emas. Birinchisi nima? Tark qilish kerak, sabablarini tark qilish kerak, nadomat chekib istig'for aytish kerak, kechirdi. Uchinchisi azm qilish kerak bo'ldi. To'rtinchisi nima? Agar odamlarni oldida bir odamni haqqini yeb qo'ygan bo'lsangiz, dunyoni o'zida halollab olish kerak. Bo'lmasa tavba qil. Allohim men anavni pulini yeb qo'ygan edim, kechirchi desangiz, Alloh taolo kechirmaydi u gunohni. Uni borib, seni vaqtida seni pulingni yegan edim, yoki ishingda ishlagan edim, ishlagan paytingda levi qilgan edim deb turib, barini aytib, roziligini dunyoda olib qolishlik kerak. Payg'ambar alayhisalom aytadi: "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay'in", kimni bir odamda obro'yini to'kkan bo'lsangiz, bir odamni molini yegan bo'lsangiz, qiyomat kuni kelishligidan dinar, dirhamlar, pullar foyda bermaydigan kun kelishlikdan oldin borib halollab olsin, falyatahallal, halollab olsin deyapti. Tushunasizmi? Payg'ambar alayhisalom aytdi, qiyomat kunida atadrunal muflis, bankrot kishini bilasizlarmi dedi. Bankrot bo'lgan kishi kim? Kim bankrot bo'lgan kishi? Sahobalar shunday deb sahobalarga savol qo'ygan ekan. Kim bankrot bo'lgan kishi deganda, ana bankrot bo'lgan kishi tovarini olib kelib turib, u bitkasiga sotgan kishi, bunday kishi deganda payg'ambar alayhisalom yo'q. Al muflis fina bizlardagi bankrot odam, u dinar va dirhami ham yo'q. Qiyomat kunida tog'day savoblar bilan keladi. Roza tutgan, zakotlar bergan, sadaqalar qilgan, ya? Shunday savoblar bilan keladi. Lekin birovni obro'yini to'kkan, masxara qilgan bir o'tirganda, ya? Masxara qilgan, obro'yini to'kkan, haqqini yegan, ana ularga savoblaridan beradi. Savoblari qolmasa, gunohlarini orqalaydi. Haqiqiy bankrotga uchragan kishi mana shu degan. Mana shu. Ko'rasizmi? Chunki yo'q. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytganki, "At-taibu minaz-zambi kama la zambala." Gunohdan tavba qiluvchi xuddi gunoh qilmagan odamday degan bo'ldi. Tavba qildingizmi? Bo'ldi, gunoh qilmadingiz siz. Tavba qilishlik kerak ekan. Qobil alayhisalom nima Qobil alayhisalom deb aytibsiz? Subhanalloh. Odam alayhisalom deyman-da. Qobil ukasini o'ltirdi-da, nima qildi? Nadomat chekdi, tavba qilmadi. Ya? Lekin ko'mishni bilmayapti endi. Ko'mgan joyiga keldik. Ko'mishni bilmayapti ukasini. Nima qilsam, qanday qilsam, nima qilsam bu jussani deyapti. Faba'athallohu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi deydi. Ya'ni qush, yer tutadigan qushlarni yubordi. Tumshuqlari uzun bo'lgan. Ikkalasi keldi-da, Qobilni oldida nima qildi? Urushdida bir-biri bilan birini o'ltirib qo'ydi. Keyin tumshug'i bilan yerni kavaladi-da, haligi o'ltirib qo'ygan qarg'ani ko'mib, oyoqlari bilan turpoq tortib qo'ydi deydi. Shunda Qobil alayhisalom Qobil liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi, bira ukasini jussasini qanday ko'mishlikni ko'rsatishlik uchun yuborgan edi Alloh taolo u ikkita qushni deyapti. Shuni aytdiki, qalat ya vaylata, voy menga vayl bo'lsin dedi Qobil. Vayl bo'lsin, voy bo'lsin menga. Ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab. Men shu qushda ham bo'la olmadim men dedi. Men shu qushda ham bilmadim buni dedi jussasini. Nima qilishlikni dedi-da, keyin nadomat chekib, yerni kavalab, Qobilni ko'mib, keyin dedi Qulaymoni olib singlisini tog' sahroga, ya'ni sahlga, shaharga ketib qoldi deydi, tekislik joyga. Qobil alayhisalom, Odam alayhisalom qayerda yashagan? Tog'da yashagan.
tog'da yashagan Qobil o'zining singlisini oldida sohilga ketib qoldi. Bo'ldi. Odam alayhisolamning ko'zidan yiroqqa ketib qoldi deydi. Keyin Odam alayhisalomga Alloh subhanahu va taolo Qobilning o'rniga bir farzand ato etdi deydi. Qancha farzand endi? 40 ta deb aytdik-ku. 41 ta bo'lgan ekan. Kim? Shis alayhisalomni bergan ekan deydi. Shunda bir ayoliga bir qo'shilganda Alloh taolo o'rniga Qobilning o'rniga deb turib Shis alayhisalomni Hibatulloh deydi. Shisni bir ismi Hibatu Allohning sovg'asi degan. Sovg'a qilib turib Shis alayhisalomni bergan ekan deydi. Qarang. Mana shunday Qobil ketdi. Endi Odam alayhisalomni vafotiga kelamiz endi. Odam alayhisalomning vafoti. Odam alayhisalom vafoti yaqinlashgach kimni chaqirdi? Shis alayhisalomni chaqirdi. O'g'li Shisni, 41-o'g'li Shisni chaqirdi. Chaqirdida unga vasiyat qila boshladi dedi. Qarang. Innalloh anzala 100 suhufin va 4 suhufin ala Shisin 50 sahifa. Payg'ambar alayhisalom aytgan, Alloh taolo odamga 100 ta sahifa tushirgan edi. Va 4 ta kitob tushirgan edi Odam alayhisalomga. Ammo Shis alayhisalomga 50 ta sahifa tushirgan. Ya'ni Shis nima bo'lyapti? Odamdan keyin keladigan shariatini davom etkazadigan nabiy bo'lyapti. Biz o'tdiga rasul nima dedik? Rasul yangi shariat bilan keladi dedik. Nabiy o'tgan payg'ambarning yo'lini davom etkazadigan edi. Nabiy bu. Shis alayhisalom nabiy bo'lgan ekan. Odam alayhisalomning yo'lini davom etkazib 50 bet qo'shib kelgan ekan. Shu shariatga 50 bet qo'shilgan ekan. Tushunyapsizmi? Shunda Odam alayhisalom Shisni chaqirib olib vasiyatlar qilgan ekan. Mana Muhammad ibn Ishoq keltiradi. Odam alayhisalomga vafot yaqinlashganida ila ibnihi Shisga vasiyatlar qildi. Va allamahu sa'atal layli wan nahar, kunduzning va tunning soatlarini o'rgatdi. Kunduzda bunday amallar qilasan, tunda bunday qilasan, mana bu vaqtda bunday qilasan deb har bir vaqtning amallarini o'rgatdi. Va allamahum buqut tufan ba'da zalika va yuqalu anna asbab Adam al-yawm kullu intahi ila Shis. Va shunday qilib turib Odam alayhisalomga nima qildi? Vaqtlarni, ibodatlarni o'rgatib, mana bundan keyin bu avlodni shunday boshqarasan deb vasiyat qilib qo'ydi dedi. Abdullah ibn Imom Ahmadning o'g'li Abdullah bir rivoyatni keltirar ekan. Kimdan? Sumratul Sa'diydan keltirar ekan. U kishi bir kuni Madinada bir masjidga kirgan edi. Madinada bir odam Odam alayhisalomni darisini o'tib o'tirgan ekan. Bizlarga o'xshab. İşte bu kim deb so'raganda Ubay ibn Ka'b degan ekan. Payg'ambar alayhisalom aytdi, qorilardan bo'lgan ya. Ubay ibn Ka'b Madinada Odam alayhisalomni mana shunday darisini o'tib o'tirgan ekansan. Shunda deydi, vafotiga kelgan ekan Odam alayhisalom. Ana shunda mana shu rivoyatni aytib berayotgan ekan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu. Odam alayhisalom o'lishiga yaqin qolganida bolalarini chaqirib oldi. Ey farzandlarim, kenglar, yaqinlashinglar dedi. Inni ashtahi min thimaril janna, men jannatni mevalarini xohlayapman, yeyishni xohlayapman dedi. O'limidan oldin Odam alayhisalom bolalarini chaqirib, men jannatni mevalarini xohlab qoldim, akka beringlar, yeyman degan ekan. Bolalari turib izlashlikka chiqib ketgan deydi. Qanday jannat? Yerda jannat bormi? O'tdiga bizlar ulamolar xilof qilgan. Odam alayhisalom yashagan jannat osmonda bo'lgan edimi? Allohning huzurida yoki bo'lmasa yerda bo'lgan edimi deganda ba'zilari yerda, ba'zan Alloh huzurida degan, bizlar kiradigan jannat degan. Yo'q, yerda bo'lgan emas. Odam alayhisalom bizlar kiradigan jannatda yashagan. Unda qayerdan bolalari xo'p dedida jannatning mevasini izlaymiz deb chiqib ketyapti unda. Qayerdan oladi jannatning mevasini? Desa, bu deydi, otasiga bo'lgan ezgulik shundayki deydi. Agar adasi men oyni xohlayapman desa, bola xo'p bo'ladi ada deb shuna turib chiqib ketaverish kerak deydi. Tushunasizmi? Bo'ldi ada deb, bo'ldi hozir olib kelamiz deb shunday turib chiqib ketish kerak deydi. Odam alayhisalomning farzandlari shunday bo'ldi deydi. Jannatning mevasini yegim kelib qoldi deganda, xo'p bo'ldi deb chiqib ketdi. Topmasang hozir olib kelamiz deb chiqib ketdi deydi. Ya? Ba'zi farzandlarga o'xshab kasal bo'lib yotsa, bag'rab kelish kerak desa nima deydi? Pul
hozir to'g'ri dog'ri betda sotilmaydi, ichi og'riydi borib olib kelishlikka. Yoki borib so'raydi, aptekada u dog'ri qimmat bo'lsa, yo'q ekan deb qo'ya qoladi bo'ldi. Ya? Otasiga bo'lgan ezgulik shunday bo'ldiki, xo'p deb chiqib ketib qoldi mana Odam alayhisalom farzandlari. Olib kelamiz bo'ldi dedi. Shunda chiqib, qayerdan topsa ekan, qaniydi bir topilib qolsa otamizga bu jannat mevalarini deb izlab yurgan paytda farishtalarga yo'liqib qoldi. Farishtalar. Bir necha farishtalarga yo'liqib qoldi. Odam suratida ko'rindi ular. Farishtalar. Ya ibn Adam, ey odamni bolalari, nima qilyapsizlar? Ma turidun va ayna tatlubun? Nima qilyapsizlar? Nima izlayapsizlar? Nimani qidirib yuribsizlar dedi. Ular aytdiki, abuna marid, adamiz kasal. Va ishtaha min thimaril janna, jannatning mevasini yeyishni xohlayapti. Biz esa shuni qidiryapmiz dedi. Shunda ular aytdiki, farishtalar irji'u, qaytinglar bo'ldi. Faqada abukum, otanglarning qazosi bugun qazosi bo'ladi bugun. Bugun jonini topshiradi dedi. Uni yemaydi ham dedi. Tez qaytinglar, hozir o'ladi dedi. Ular orqasiga Odam alayhisolamning uyiga qarab ketishdi. Farishtalar ular bilan qo'shilib keldi deydi. Farishtalar ham qo'shilib keldi. Eshikni ochib kirsa, kim? Havvo onamizni ko'rdi. Havvo onamiz farishtalarni tanidi. Chunki jannatda ko'rgan-ku farishtalarni. Siras tanib qo'ydi. Farishtalarni ko'rdida Odam alayhisalomni himoya qilishlikka tushdimda, yapinib Odam alayhisalomni himoya qilishlikka tushdi. Nima qilasizlar deganda edi. Fazat Adam ilay. Shunda Odam alayhisalom aytdiki, faqala ilayki anni. Ey Havvo, bir chetroq turing siz dedi. Odam alayhisalom Havvo onamizga aytibdi, chetroq turing. Fa innama utitu min qibalik. Nima balo kelsa o'z siz tarafga kelgan dedi. Qanday balo kelgan bo'lsa, jannatdan ham chiqdim siz sababli dedi. Endi meni farishtalar bilan o'z holimga qo'ying dedi. Bo'ldi, ketay dedi. Qarang. Shunda chetga turdi deydi, farishtalar jonini oldi. Faqabaduhu, jonini oldi. Va g'assaluhu, g'usl qildirdi. Va kaffanuhu, kafanlardi. Va hanatuhu, atirlar surdi. Va hafaru lahu, yerni qazidi. Va lahadu, lahd qildi deydi. Biz lahd qilamiz, qazib tushib, keyin lahd qilamiz. Lahadu, lahd qildi. Va sallu alayhi, janoza o'qidi. Farishtalar bolalariga ko'rsatyapti. Odam o'lganda nima qilishligini ko'rsatyapti keyin. Vasallam thumma adkhalu qabrahu, so'ngra qabriga kirgizdi. Qabriga kirgizdi. Fawada'uhu, qabriga qo'ydi. Thumma hassaw alayhi, ustiga tuproqlarni tashladi. Thumma qalu ya ibn Adam, hada sunnatakum. Ey odam bolalari, mana bu sunnat sizlarga dedi. Bu sahih hadis ekan bu. Xo'p, mana bu sunnat bo'lib qoldi keyin. Shunda payg'ambar alayhisalom aytar ekan, kabbaratil malaikatu ala Adam arba'an. Odam alayhisalomga farishtalar janoza o'qiganda 4 takbir etdi degan ekan. 4 takbir bilan janoza o'qigan ekan. Va kabbara Abu Bakr ala Fatimata arba'a. Fatimaga Abu Bakr radhiyallohu anhu ham 4 marta takbir aytgan ekan. Va kabbara Umar ala Abu Bakr. Umar ham Abu Bakrga janoza o'qiganida 4 marta takbir aytgan. Va kabbara Suhayb ala Umar. Suhayb ham Umarga janoza o'qiganida 4 marta takbir aytdi deb hadisni keltirgan ekan. Ya'ni janozada 4 ta takbir shundan paydo bo'lgan. Buni kim o'rgatgan? Farishtalar o'rgatgan deydi. Ana undan keyin odamni bolalari shunday qilib nima qilgan? Bir-birlarini ko'madigan bo'lgan. Ya? Yana bitta rivoyat keltiradi. Uxlab qolmaysizmi? Qaytamizmi uyga? Qaytamizmi? Borib TikTok chiqarib, biroz WhatsApp ko'rib, Instagram ko'raylik. Hozir shu bilan tugatamiz. Odam alayhisalomni yana bitta qissa keladi. Mana Abu Hurayradan aytdiga, Odam alayhisalomni Alloh taolo yaratib ruh puflaganida, uning belidan nima qilgan? Siypalaganida nima qilgan? Odamning zurriyotlari bari to'kilganmiz. Hammamizning ruhlarimiz bari tushgan. Har birini peshonalarida nur taralab turardi. Har birimiz peshonalarimizda. O misoqda, al-misoq deb qo'yamiz, misoqda va'da bergan kunimiz. Shunda Odam alayhisalomga qarab, bular kimlar degan? Alloh taolodan so'ragan. Bu kimlar deganda, hada zurriyati, bu zurriyotlaringiz degan. Bu sizning zurriyotlaringiz qiyomat kunigacha keladi degan. Shunda bittasining nuri charaqlab turibdi deydi, yorqilab turibdi. O'ynab turibdi ruh. Shunda men hada, bu kim deganda, bu hada
akhiru umamuka min zurriyati. Zurriyatingizdan keladigan oxirgi ummat dedi. Kim bu? Ha? Ya, Davud alayhisalom ekan. Davud alayhisalom. Nega Davud alayhisalom desa, Davud alayhisalomdan keyin bir necha payg'ambarlar keldi bu. Davud alayhisalomning paytida o'zi oxir zamon bo'lib qo'ygan ekan deydi. Qani, shuning uchun eng oxirgisi deb hisoblagan Alloh taolo uni. Shuni o'z. Undan keyin bizlar o'z oxirgi paytlarda yashayapmiz. Tugaydigan paytda bu olam. Ya? Shunda aytgan ekan, buni umrini qancha qilding ey Robbim? Bu Davudning umrini qancha qilding deganda 60 yil degan. Abu Hurayradan keladi. 60 yil deganda uni umriga qo'shib ber. Robbim men shafaat qilay, buni umridan biroz qo'shib ber. Odam alayhisalom umri qancha bo'lgan? 960 yil yashadi deb keladi. 960 yil yashadi. Shundan keyin vafot etgan Odam alayhisalom. Shunda buni umriga bir qo'shib ber deganda Alloh taolo yo'q, sahifalar qurg'ab bo'ldi. Lahful mahfuzni yozgan va taqdirlarni yozgan qurg'ab bo'ldi. Qalamlar ko'tarildi o'sha. Bo'lmaydi deganda Odam alayhisalom meni yoshimdan hech bo'lmasa meni yoshimdan qo'shib ber unga degan ekan. Shunda xo'p deb Alloh subhanahu va taolo 40 yil qo'shib bergan. Qancha deganda 40 yilni qo'shib ber, 100 yil yashasin degan ekan Davudni. Ya? Qo'shib bering. O'lim vaqti kelib, farishtalar jonini olishga kelganda Odam alayhisalom men hali vaqtim bor degan ekan. 1000 yil yashashim kerak edi men. Odam Alloh taolo meni umrimni 1000 yil qildi degan. Siz 40'ini Davudga bergansiz. Davudga bergansiz deganda inkor qilgan ekan. Yo'q bo'ldi, bermayman, o'zim yashayman degan. Payg'ambar alayhisalom fajahada Adam inkor qildi shetda. Odam alayhisalom inkor qildi shetda. Birinchi inkor qilgan odam bo'ldi. Qani? Misol uchun bir narsani kelishadi, keyin unga qarzni oladi, tanib ketadi. Bilib qo'ying, odam atam shunaqa bo'lgan ekan deb ketaverasi bo'ldi. Ya? To'g'rimi? Erkaklar va'da beradi, ayollar ham eshityaptimi? Nikohda uylanmayman bo'ldi deydi. Sen ikkinchisi uylanmaysizmi? Yo'q deydi. Lekin tanib ketaveramiz-ku. Yani atamiz Odam bu bizlarga. Bizlarda ayb yo'q. Ya? Bizlarda ayb yo'q. Odam alayhisalom shunaqa bo'lgan deydi. So'ngra yashagisi kelyapti-da hayotda. 960 yildan keyin yana bir 40 yil yashab ming qilib olmoqchi. Mana shunda deydi Odam alayhisalom keyin vafot etdi, ya? Boya hadisga. Endi oxirgi rivoyat Alloh taolo aytadi: "Va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Sizlar burungiday ochiq sochiq bo'lib jahil bo'lib ketganday, avvalgidek ochiq sochiq bo'lib, yalang'och bo'lib ketganda yalang'och bo'lmanglar degan. Qanday burungiday? Desa, shu oyat tafsirida bizlar muallifimiz Ibn Kasir o'zini shu oyat tafsirida keltirar ekanki, Ibn Abbosdan Qobil nima qildi? Qulaymani oldidagi sohilga ketib qoldi-yu. Qobil va Odam alayhisalomning farzandlari qayerda qoldi? Tog'da qoldi. Ularga kim boshchilik qilyapti? Shis alayhisalom bo'ldi. Odamdan keyin Shis alayhisalom dinni o'rgatyapti, halol haromni o'rgatyapti. Ana shu paytda Qobilning qavmi ko'p gunohlar qildi deydi. Ko'p gunohlar qildi. Hatto Odam ham o'ltirishlikni boshladi ichida. 800 qancha yil yashadi Odam alayhisalom? 960 yil dedikmi? 130 yoshida Qobil Hobilni ko'rgan. Shunda ular bir-birini o'ltirib ketib qolgan bo'lsa, 700 yil o'tdi-da, 700 yilgacha Qobil ham uni ham qavmi ko'payib ketdi bu yoqda. Bir necha qavm bo'lib ketgan. Bu yoqda Qobil Hobilni ham tog'da qavmi bo'lib ketgan. Shunda Qobilning qavmi nima qilgan? Odamlar o'ltirar ekan. Hatto tog'dan Shis alayhisalomning qavmi, Qobil alayhisalom, Hobillar o'tib qolsa, ularni ham o'ltirib yuborar ekan ba'zan. Qo'shilmas ekan ular bilan. Alloh Odam alayhisalom aytgan ekanki, Qobilga qo'shilmalaring degan ekan. Bu yoqdagi zurriyotlariga bu qo'shilmalaring. Ular buzg'unchilar degan ekan. Ularning qavmiga qo'shilmalaring. Shis alayhisalom ham ularga yaqinlashmanglar deb qo'shman qilingan ekan. Yaqinlashlik, ular bilan aralashishlik u qavm bilan. Endi burungiday ochiq sochiq bo'lib ketmanglar, yalang'och bo'lib ketmanglar degani Qobilning qavmiga iblis odam suratiga kirib mardikor bo'lib, ishchi bo'lib kirgan ekan. Mardikor bo'lib, ishchi bo'lib, ko'chama-ko'cha yurib, ish bormi, ishlayman deb o'sha yerda sohilda yurgan deydi. Mahalla.
Qobilning qavmidan bittasini uyiga ishchi bo'lib kirdi. Ishlab yurdi shu yerda. Iblis odam suratida. Keyin cho'ponlar boqadigan cho'ponlarning xassalaridan qamishga o'xshagan, shunga o'xshagan, bu yog'i ham teshik, u yog'i ham teshik qamishlardan nay yasadi, surnay yasadi. Da Iblis uni chaldi deydi. Teshib qo'yib, bir nima qildi? Nay qilib, asbob qilib uni chaldi deydi. Shunday bir chiroyli chaldi, Qobil va uning anaqasi qavmi eshitmagan bu ovoz. O, zo'r. Hammasi mahliya bo'lishdi bunga. Uni o'rgatdi Iblis keyin. U surnayni o'rgatdi. Ular o'ynar ekan o'rtaga tushib. U narsa Qobilning qavmini bayramiga to'g'ri kelib qoldi. U narsa. Keyin aytdiki, bayrami kuni Iblis keldi. Ular kelishdi, yalang'och holatda kelishdi. Qizlari, ayollari yalang'och, bolalari ham yalang'och holatda keldi-da. O'rtaga tushib o'ynadi. O'rtada kim? Iblis tamada bo'lib, tamada demak, anaqa bo'lib, tamadadan yaxshisi ham bor. Nay chalib o'ynatdi ularni deydi. Ular o'rtaga tushib o'ynashyapti deydi. Bizlarni nimalarga o'xshab ketar ekan bu? Bizlarni o'xshab ketar ekan shu narsalarga. Aytib turadi, o'rtada tushib turib, ayol, erkaklar aralashib o'ynar ekan. O'rtada surnay chalinyapti. Lekin rijalul jibal, tog'da yashaydigan Qobilning yigitlari chiroyli ekan. Va nisa'uhu damima, qizlari uncha chiroyli emas ekan yuzlari. Qobilni shaharliklar endi bular. Bularning yigitlari uncha chiroyli emas ekanda, va nisa'uhu jamila, qizlari chiroyli ekan bularning. Shaharliklar endi. Sohilda yashaydigan. Endi bu nayning ovozi tog'gacha yetib bordi. O nima bunaqa notabiiy bir ovoz bu. Eshitmaganmiz bunaqa bir ovozni. Surnayning ovozini, nayning ovozini. Ular yaqinlashib, ko'raylik qayerdan kelyapti bu ovoz deb shayton yaqinlashtirish kerak. Aralashtirish kerak shayton. Ya, Odam alayhisalom aralashmanglar deb qo'ygan. Aralashtirish kerak bo'ladi. Mana buzuq qavmga aralashtirish kerak yaxshilarni. Ya? Aralashtirib olish kerak. Shunda ular shu ovozni eshitib keldi. Qarasa, ayol, erkak aralashib o'ynab yotibdi, kiyimsiz, yalang'och. Alloh taolo oyat aytganda, sizlar burungida yalang'och bo'lib, kiyimsiz bo'lganda yalang'och bo'lib ketmanglar degani, buru shunday bo'lgan ekan. Qobil bilan paytida. Keyin ular yaqinlashsa, ney qarasa, chiroyli erkaklar, ko'rmagan tog'ni erkaklari. Tog'ni erkaklari Qobilning qavmi, Shis alayhisalom qavmini qarasa, bularning ayollari chiroyli. Fitnalandi shetda, ya? Qarasa chiroyli qizlar, ana ular chiroyli yigitlarni ko'rdi. Yatasallalun, yaqinlashib, devor oshib tushib, bir-birlari bilan zina qilib aralashib ketdi shetda. Shayton vasvasa qilindi, aralashib ketdi deydi. Birinchi zina fahsh shetda tarqaldi, ana shu to'yda. Ana shu bayramda, qani? Ana shunday aralashtirdi deydi. Mana shun bilan Odam alayhisalomning qissasi tugaydi. Odam alayhisalomning qissasi tugaydi va keyin Shis alayhisalom hech narsa ham da'vat qilmagan, hech narsa ham yashamagan, keyin Idris alayhisalom keldi. Shis alayhisalomning farzandlari Idris keldi, keyin u payg'ambar bo'lgan, keyingisida o'tamiz inshaalloh. Alloh nasib etsa. Aqulu qawli hada astaghfirullah va lakum wa tubu ila Allah at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la bi rahmatika ya arhamar rahimin.